Hammaga salom do'stlar. O'sha Instagramda trendga chiqqan Zuha va Salifaning poygasini pablik ichida videoga olishga qaror qildik. Videoni olish oson kechmadi. Avvalasiga bir-birimizni topish, undan keyin mashinalarni topish, hammasini yig'ib bo'lganimizdan keyin esa zona kelib qoldi va bizni videoga olishimizga ancha qiyinchilik tug'dirdi. Va oxiri bir amalladik, mashina ham topdik, joyini ham topdik va videoni olishga muvaffaq bo'ldik. Videoni ko'rib oxirigacha mehnatimizni qadrlagan holda bitta like bosib ketasiz degan umiddaman. Solih tayyormisan? Bugun to'y bo'ladi. Zuha va Salifarning g'onkasi. Ketdi.